alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Uy sharoitida birgalikda klubnikalardan ko'chat ko'paytirishni o'rganamiz. Bu uchun klubnika ko'chatlarimizni oldidan chiqqan bachkalarini paketchalarga qurib chiqamiz. Video sizlarga qiziq bo'lsa, oxirigacha ko'ringlar. Bu uchun bizga kerak bo'ladi mana shunday kichkina paketchalar va qumni kichkina paketchalarga mana shunday solib to'ldirib chiqamiz. Har birini ustiga suv kirgancha suvga bo'ktirib olamiz. Oqib turgan ariqchamizni suvga savatchasi bilan tiqib oldim. Paketchalarimiz ustiga xuddi mana shunday simchalar kerak bo'ladi. Simchani qayerdan olaman desangiz, ayollar boshiga taqadigan nidinkalar ham bo'ladi. Paketchalarni suvdan to'ydirib oldikki, yonimizga qo'yib, ko'chatlarimizni birgalikda yonidan chiqqan bachkalarni qidirishni boshlaymiz. Ortiqcha o'lanlarini uzib tashlaymiz. Qurigan barglarini ham qirqib tashlaymiz. Keyin yonidan chiqqan bachkalarni qidirib, bolalarini paketchalarga qurishni boshlaymiz. Mana shunday yonidan o'sib chiqadi bachkalari. Mana shu o'sib chiqqan uzun novdachalariga klubnika ko'chatlari hosil bo'lib, o'zidan ildiz chiqarib, paketchalarga qurmasangiz, o'zi ham yerga ko'payib ketaveradi, ildizi yerga siqilib ketadi. Biz buni paketchalarga qilib, boshqa yoqqa ko'chirish uchun qulay qilib tayyorlab olamiz. Mana shu qarang, ildiz o'tishni boshlagan. Ko'chatimizni yonidan yana o'sib chiqibdi bachkisi. U bachki yana ko'chat chiqaradi, ko'payib ketaveradi. Biz uni qirqib tashlaymiz. Shu bitta ko'chatni o'zi kattaroq bo'lishi uchun, o'zi kuchga kirishi uchun ortiqcha bachkalarini, katta bo'lgan barglarini ham qirqib tashlaymiz. Mana shunday paketchalarni olib yerga qo'yamiz. Yerga joylashtirib qo'yamiz. Tik turishi kerak. Shunda hosilimiz tepaga qarab chiroyli o'sadi. Mana shunday ildizi o'tgan joyini qumga tegirib, mana bu sim yordamida mahkamlab chiqamiz. Xuddi shunday qilib o'rnatib olamiz. Ozgina qumga sal bostirib qo'yamiz. Ildizi qumga kirib ketishi kerak. Buni tik qo'yamiz. Tik turmasa, u yog'idan bu yog'idan siljitib taxlab qo'yamiz. Mana bu o'sib ketgan bachkisini mo'ylovin deyiladi. Uni qirqib tashlaymiz. Buni qirqib tashlamasak, bu yog'idan ham o'sib, yana xuddi shunday ko'chat chiqadi. Bizga hozircha mana shu ko'chatni o'zi tezroq katta bo'lib, kuchga kirishi uchun bularni qirqib tashlaymiz. Hammasini ekib chiqib, xuddi shunday qilib, ortiqcha mo'ylovlarni qirqib tashlab, chiroyli qilib o'zini to'g'riga tepaga qarab o'sishi uchun taxlab qo'yamiz. Agar paketchalarimiz yiqilib yerga qulab qolsa, ko'chatlarimiz barglari pastga qarab o'sadi. Chiroyli hosil bo'lmaydi. Mana shunday qilib qayerga qolib ketgan bo'lsa, mana shu bolalari shularni ham hammasini qidirib topib, paketchalarga joylab chiqamiz. Keyin klubnikalarni o'zlarini sarg'ayib qolgan, qurib qolgan barglarini qirqib tashlab,
chiroyli qilib chiqamiz. Mana qarang, ildiz otishni boshlagan. Buni paketchalarga qilmasak, o'zi yerga suqilib, ildiz otib ketaveradi. Buni boshqa yoqqa ko'chiraman deb olsangiz, ildizi shikastlanib, boshqa yoqqa ko'chirganingizdan keyin qurib qolishi mumkin. Paketchaga qilgandan keyin ustidagi selofanni yirtib tashlab, qumini, ildizini o'zi bilan birgalikda ekib chiqsangiz bo'ladi. Ildizi shikastlanmasa, tez kuchga kirib, hosilimiz darrov katta bo'lib qoladi. Mana shunday qurigan, sarg'aygan barglarini qirqib tashladim. Deyarli hammasi ildiz otgan. Buni hammasini paketchalarga xuddi shunday qilib qurib chiqamiz. Tik turmayman desa, oldiga kesakchani qo'yib ham tik turg'izib qo'ying. Yotib qolmasin paketchalar, bo'lmasa ko'chatlarimiz egri o'sishni boshlaydi. Mana bu o'zidan chiqqan mo'ylovi buyog'idan chiroyli ildizlik ko'chat qilgan ekan. Buni qirqib tashlamay, o'zini ham paketchaga qurib qo'ydim. Qirqib tashlagan shox-shabbalarimizni, barglarimizni olib, yig'ishtirib, bu yerni chiroyli qilib qo'yamiz. Mana ko'rishingiz mumkin, hammasini paketchalarga o'rnatib, chiroyli qilib tashlab chiqdik. Endi bular 15-20 kunga ildiz otib, ildizlari kuchga kirdiki, ko'chatlarni ko'chirsak bo'ladi. Mana barchasini ekib chiqdim. Video yoqqan bo'lsa, manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Bu paketchalar ildiz otgandan keyin o'zidan chiqqan mo'ylovlarni ham alohida paketchaga qilib, xuddi shunday qilib taxlab chiqsangiz bo'ladi. Ildiz otgancha yonidan chiqqan mo'ylovlarni qirqib, ko'chatimizni o'zi kuchga kirishi uchun qirqib turishimiz kerak. Ildizlari paketchaga ko'rinib qolgandan keyin o'zidan chiqqan yana bachkilarni, bolachalarini xuddi shunday qilib paketchalarga ko'paytirib olsangiz bo'ladi. 2-3 kunga bir mana shunday qilib ariqchasidan to'ldirib sug'orish kerak. Gulmikalarni har kuni deyarli namlatib turish kerak.